Mana yana bir mijozimizning xonadonlariga keldik. İşlerimiz juda ham qizg'in ketibdi. Bu remontdan keyingi uborka ekan, generalniy uborka qilib beramiz. Qizlarimiz mana ish jarayonlarida. Nasib bo'lsa, ish jarayonlarimiz tugagandan keyin yana bitta videorolik olamiz. Lyustralargacha artib, mana bu svetilliklargacha artib, tiyagaragacha artib, aboylaringizni esa top-toza qilib artib beramiz. Bu remontdan keyingi uborkalaringiz qanday bo'ladi degan savollaringizga lyustralargacha artib, natijnoylargacha artib, plafon, aboy, tiyagalaringizgacha artib, top-toza qilib, mana bu tiyagalaringizni yonlarigacha artib berishadi qizlarimiz. Даже отопленalarimizgacha mana birorta changimiz yo'q. Klientlarimizni rozi qilish uchun har doim harakatdamiz. Mana bizda ish jarayonlarimiz, oynalarni artib beramiz. 3-etaj bo'lishiga qaramasdan top-toza qilib, chetlari, burchaklarini qoldirmasdan klientlarni rozi qilishimiz uchun yurakdan ishlaymiz.